Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli kardeşler, bugünkü dersimiz perzent terbiyesi hakkında bo'lgan. Biz şu perzent terbiyesini başlayalımsa. Perzent nimet ve amanettir. Elde perzent Allah Teala'nın katı nimeti ve çoğun amaneti. Bunu hepimiz yaxşı bilimiz. Her qandaq ata-ana perzentlerini imanlıq ve ahlaklıqlıq tərbiyəlab çıxışqa məsul. Əksici bolğanda ular perzentlərinin aqibetiga javobgar olub qaldı. Bu dünyada mı, ahiretdə mi javobgar olub qaldı. Şəksiz ki, hayatda ata-ananın perzentlər üçün qılınğan ən çoğun sovğusu ve hayatının kiyinme kaldırdığın en kıymetli mirası perzentlerini kalp riştisi Allah Teala'ya tutaşkan diyanetlik, ahlaklık ve tirişçan kılıp terbiyelep çıkıştın ibaret yani. Yani bir bala Allah'a bağlanğan, ahlaklık, ibadetlerin cayda kıldığın ve özü tirişçan bolsa en yaxşı terbiyelengen bala hesaplandı. Bazı kişiler perzentlerinin kiyince yoksulluk tartıp kılışını ensirab, ularga köp mal dünya, öy imaret, vayak yer zemin kaldırıp gitişke aldıraydı. Muşunu en yaxşı usul dep qaraydı. Ama ular hakiki yoksulluk, iman ve ahlakta nesivisiz kılış ikenligini oylap koymaydı. Ameliyatda iman ve ahlakın yoksulluğu dünyadaki cimi yoksulluklarının en yamanı. Çünkü pulunu işlep tapqıl buldu, yoxunu tapqıl buldu. Ama iman ve ahlak yoksulluğunu fakat imanını küçeytiş, ahlakını yaxşılaş bilenla tuluqluq oldu. Bu ikisi kan bolsa, başka hemen nersi tel boğan takdirdi mi, hemmesi nölge ayınıp kaldı. Yani bazı kişiler perzentlerine en avval sadık iman, güzel ahlak, yaxşı əməldən ibarət mənəvi baylıq qaldırışını əvzəl gördü. Şu iniq ki, bəxt saadet digər pul malının köpçük bilən emas. Ya ki, çoğ mənsəblərə erişiş bilən emas. Ya ki, xalq içində abroy qazanış bilən emas. Çünki bunların hamısı vaqtliq mənfəətlər. Bugün bəət yox. Ama iman ve ahlak baylığı perzentlerini dünya ve ahiret bəxtə erişdirişkə kapalat qılaladığan həqiqi baylık. Maddi cihetteki yoksulluklarının hemmisinin ornunu doldurup giderliydi. Yani iman ve ahlak baylığı bütün maddi baylıklarının, maddi cihetteki yoksulluklarının ornunu doldurup giderliydi yani. Yani perzent terbiyesinin məqsidi nime? Perzent terbiyesi deyimiz, bunun məqsəd nime? Terbiyenin asaslı məqsidi balalarını özüge ve başqalarına mənfəətlik, Allah Teala'ya itaat kıldığan ve dinini süydüğen, el işığı yaramlı, Çin mənində Müslüman kılıp çıkıştan ibaret. Yani hakiki Müslüman kılış biz ballarını. Çin mənində Müslüman buluş, usta doktor buluştan, mahir injiner buluştan, nadanlık fizik mütehassisi buluştan, biyologiya mütehassisi buluştan, birer hünerinin ustası buluştan, cahandaki barlıq nərsədən aldığın orunda durdu. Çin mənində Müslüman buluş. Qısqası, İslam ümmetinin qət götürüşü şəxslərinin Çin mənində Müslüman buluşunun başlandı. Şundan keyin maddi imkaniyetlərə tayinib, oxşaş olmayan sahalarda yetişib çıxış tələb qılındı. Şunda qılıb, Müslüman doktor, Müslüman muallim, Müslüman dehqan, Müslüman ticaretçi, Müslüman kadir, Müslüman işçi ve Müslüman hünərvən barlığı kelgen ölgülük bir cemiyetini bərpa qilish g'oya ve maqsad qilindi. Yani Müslüman dediğimiz Allah Teala bizden talep kılgan boyunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kösetken boyunca, sahabeler yaşayan boyunca hakiki manadaki Müslüman yani. Yani hakiki Müslüman buluş, bütün alim buluş ve mütehassıs buluş, ya ki meşhur buluş, ya ki boy buluş, bütün artıqçılıqlarının ki aldı turdan hakiki Müslüman buluş. Hakiki Müslüman bolğandan keyin Allah Teala həmmə işlərini özünün yolda oңşap berdi. Dünya ve ahirette bəxtlik yolga qadam qoyğan bulumuzdan da.
Evet, terbiye mavzusida 11. asrda o'tgan yetuk olim, faylasuf va adib Yusuf Xas Hojib bola tarbiyasi haqida mundaq bir degan ekan. Yusuf Xas Hojibning Qutatqu bilik asri Qur'on Karim va sunnatdan ilingan haqiqiy diniy asar. Ya'ni Qur'on Karimning ruhi va sunnatning ruhi ishchirilgan bir asar. Yani onunda şu devlet kuruştan başlap, ballarını terbiyeleşten başlap, hemmesi dini mevzular. Elbette bala terbiyesi deydi ki, ata emgiki sınsa oğluğa köp, bulur bu oğulunun huy peyli hop deydi. Oğulunu kısıp tutsa yaxşı erur, atası, anası bəxtlik bulur. Eğer çim tutulmaz iken o oğul, bulur zaya andın sen üzgün köngül. Zeki bolsa alim o oğul atsı, onu tutkuluk çın şudur çaresi. Kimninki bulur erke oğlu kızı, çekip ah ve hasrette yığlar özü. Kiçik çağda oğlunu koysa yava, oğulda günah yok, atağa capa. Oğul kız huy peyli bolsa yaman, yaman kılgan ata bularını haman. Yani perzentlerge ana tilimizni ügütüşünün zürürlüğü endi. Bir milletinin tili şu milletinin yaşarda mevcut bulup duruşunun kapalıdır. Yani tilin bo'lmasa, o millet yok oldu. O milletten tili bo'lmasa, başka milletlerin gibini kılıp yürüse, şu milletten bulap gidedi endi o. Biz Uygurlarga nisbeten ana tilimizni saqlab qolganlik, hem milletimizni, hem dinimizni qo'g'dab qolganlik. Çünkü her qandaq millet o'zining tili bilan tanildi ve öz tili orqali mavjudligini saqlab qoladi. Shunda til har qandaq bir milletning ro'naq tepishiga yoki aksicha dunyo yuzidan g'ayib bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan omil. Masalan, hozir inglizlarning tilining dunyoda qanchalik rivojlanganligini, bu ularning qattiq ko'ngil bilganligi shuningga. Endi Manjularning tilining Xitoy tiliga assimilyatsiya bo'lib tugab ketganligiga masalan ikkidan cho'ng misollardir. Birisi tilni qattiq saqlaganlik, birisi tilga ahamiyat bermaganlik. Köp dil bilish kişinin bilim seviyesini yuqori bo'lishiga turtki bo'lganligida shak yo'q. Yani köp dil bilish naydi yaxshi. Hatta Sultan Muhammed Fatih'nin 7 dil bileti deydi. Mesela bu şu Farabi, İbn Sina deyimiz, aşılar hemisi birkaç dil bildiğin alimler. Bu dil ügünüşünü elbette alqışlaqlık, tegishlik. Lekin başka tilning horg'i jimiqib, öz ana tilini unutib ketish yoki uni o'rganmaslik öz millati oldida o'tkazilgan bir jinoyat qilmish desak bo'ldi. Çünkü üzerinin tilini közge ilmey, başkalarının tilini yoğun bilginin üzerine küçük ahvalga düşürüp koyganlıqını yani. Üzerine unutuldurğunu aldı. Şu an perzentlerge küçük edin başlar Uygur tilini ve milli kaide usullarını öğütüş, hatta iman ve İslam'ın öz tilimizde bildiriş her kandak atağının mecburiyeti. Onu Arapça öğütüş, Türkçe öğütüş, başka öğütüşünün hiç haceti yok. Üzerinin tilde öğütken. Bir taraftan tilimizni pişiklaymiz, bir taraftan özümüzün dinini öğütümüz yani. Bizde hazır Uygur tilimizde yeterli dini materyallar var. Hadisten, tefsirden, Kur'an'ın tercümesinden, ilmi hal deyli, ibadetlerini deyli, dua deyli, hemmisi de Uygurca dini materyalımız yetidir. Uygurca öğütüş gerek balığı kichigida. Agar arab tiliga qiziqsa, chunqanda arab tili o'qamdi, o'qisa o'zining ishi. Ammo Uyg'ur tilida tilni chiqarib, Uyg'ur tilida dinni o'rgatamiz. Chunki o'z ana tilida so'zlashib cho'ng bo'lgan, oilada oladigan dastlabki bilimlarni ana tilda o'rgangan va ana til asosi mahkam bo'lgan bolalarning boshqa tillardan alohida natijalar bo'lganligi. Aksicha öz ana tilde sözleşip çoğun bolmagan yoki ana til asas mahkam bolmagan bolalarning o'ylashi, tafakkur qilishi va tasavvurimi o'zi so'zlashayotgan tilga xos shakllanganligi
ularning milliy da'vodan, milliy puroq va milliy qoida usullardan yiroq cho'ng bo'lganligi isbotlangan bir masala. Ya'ni bolalar qaysi tilda so'zlashib yursa, o'sha tilninki shu tilda so'zlashgan, shu tilning egasi bo'lgan xalqning xususiyatlarini, shuningki xuy-payini shuni oladi ekan. Navoda bizning farzandlarimiz milliy puroqdan, milliy qoida usullardan va milliy da'vodan yiroq cho'ng bo'lsa, ulardan bizning nam nishonimizni davomlashtirishini, milliy irodamizga varislik qilishini, da'voyimizga ega chiqishini kutgul bo'lmaydi. Kutmasak nima bo'ldi o'chaq? Bu ahvolda biz farzandlarimizni qanchalik cho'ng oliy maktablarda o'qitib, qanchalik yuqori saviyaga erishtirgan taqdirdami, oilamizda chet elliklarni yetishtirgan bo'lamiz. Ailemizde chet ellik bolalarni yetishtirgan bo'lamiz. Ularning bizning dardimiz bilan hech qanday kori yo'q. Tarbiyaning mas'uliyati. Ota-onalar eng avval bolalarning tuvandagi 4 turlik tarbiyasini mas'ul. Allohning oldida bu 4 turlik tarbiyasidan javobgar. Birinchi, bolalarni e'tiqodiy jihatdan tarbiyalash. İkincisi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash. Uchinchisi bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalash. To'rtinchisi bolalarni jismoniy jihatdan tarbiyalash. Bularning tafsilotini o'tagan. Bolalarni e'tiqodiy jihatdan tarbiyalash. Bolalarni e'tiqodiy jihatdan tarbiyalashdan maqsad ular aql idroki iyi bo'lganidan boshlab, ularga islomning asosiy aqidalarini o'rgatib, qalblariga o'rnatish, islom dini shariatida buyurilgan farz, vojib, sunnat qatorliq amallarni ko'ndirish, man'iy qilingan barliq harom ishlardan ularni uzoqlashtirish va islom prinsipini tushuntirish demak. Ya'ni bola 6 yoshga kirguncha ota-ona aşı o'zi dinga yüz amal qilsa, milliy urf-odatlarimizga, milliy an'analarimizga amal qilsa, bu bola ota-onaga o'xshash bo'lib chiqadi. 6 yoshgacha ota-onaning barliq narsani ep bo'ldi. O balaning ikki ko'zi tiz suratga oladigan apparat yani. Ota-onaning gap so'zlari, yurish turishlari, muomalasi, ibodatlari, duolari hammani bir-birlab suratga oladi. Kichik bolada shunday bir intilish bo'ldiki, ota-onamni doğrusam deydi. Anası dadisi o balalar uchun bir qahramon. Men ota-onamni doğruman tezroq cho'ng bo'lsam deydi. Tezroq cho'ng bo'lsam, ota-onamdek bo'lsam deydi. Shu biz balamizni qanday qilmoqchi bo'lsak, biz shunday bo'lib bersak yetarli. Yani balamizni tarbiyalash bilan billa o'zimizni tarbiyalash. Balamizni tarbiyalashdan burun o'zimizni tarbiyalash. O'zimiz shunga yetishtirish endi. 6 yosh kirguncha balaga o harom, bu halol, bu to'g'ri, bu xato deb o'rgatishning hech hojati yo'q. Faqatla amal qilib bergin. Faqat sen amal qilib bergin. Aşı islom shariatining qo'rg'oni ichida milliy qoida usul, axloqning qo'rg'oni ichida bo'lib bergin, bola shu qo'rg'onning ichida tarbiyalandi. Agar bizdagi amaliyatimiz boshqa, deganlarimiz boshqa, bolam yolg'on aytsa bo'lmaydi deb qolib, ondan uyga telefon kelsa, bolam dadam yo'q deb qo'yg'ina deb qo'ysam, bu bola deydiki, bu gapimda deb qo'yib amal qilmasin bo'lsa o'xshaydi bu deydi. Shunda cho'ngildi bolalar. Shu bunda ugunib qo'yib amal qilmasin bo'lgan ishlar ekan deb qoldi. Shuning bilan uning ahvoli hozirgi zamondagi ko'p sonliq musulmonlarning ahvolidek bo'ladi shu. Bolalarni ikkinchisi axloqiy jihatdan tarbiyalash. Bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash degandan maqsad ularni kichikdan axloq fazilatlik va vijdonli qilib yetishtirish deganlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim degan. Yana iymoni eng komil mu'min, eng axloqli bo'lg'indi degan. Axloq islomda yadro, ya'ni dinning asosli g'oyasi axloq. O'ylab boqay, bütün ibadetlerimiz bizni axloqli qilish uchun xizmat qildi. Namoz gunohni to'sidi. Zakat bizni bexillikni qutqizdi va gunohlarimizni yuydi. Masalan, Qur'on karimning oyati bo'yicha. Ro'za taqvolikni o'rgatdi. Haj ig'ir besiqlikni o'rgatdi. Qur'on o'qish iymonimizni kuchaytirdi. Duo qilish bizni Allohga yaqinlashtirdi. Demak, Muşunun hammasi bizni ravros axloqli bir inson qilish uchun
qilinadi bu ibodat. Birinchi Alloh taolaning roziligi uchun. Ammo buning mevasi bizningki ravurus bir axloqli bir musulmon bo'lishimiz bo'lib chiqadi. Demak, dinning g'oyasi axloq. Dindagi buyurilgan ibodatlar var, bu ibodatlar hech qaysi g'oya emas. Ibodatlar hammasi vosita, shuta, yuqorga Alloh taolaga yetish uchun, yuksak axloqqa erishish uchun bizga bu ibodatlar shuta. Mushu shuta orqali yuqorga o'rlaymiz. Ammo ibodat vosita, axloq g'oya. Şuna ibadetleri joyida, 5 vaqt namozi bor, ro'zasi bor, zakat bor, har yili haramga berib, haj qilib, tavba qilib keldi. Shunda Qur'onni chiroyli o'qiydi. Hamma tarafda yüz ibadetler bor. Ammo kishilarni aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan, soxtapazlik qiladigan, oilasidagilarga nihoyat qo'pol muomala qiladigan, nihoyat bexil. Bunday odamlar xuddi doktorning dorisini yeb turib, saqaymagan koni kasalga o'xshaydi. Chunki dorini yeganda saqlash kerak-ku. Shunga o'xshashlar ibodatni qilib turib axloqi tuzalmagan odamniki u ibodatning mevasini ko'rolmaydi degan gap. Ko'rinib turdi u. Ibodatning mevasini ko'rmabdi u degan gap. Biz o'ylab boqaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida Rasululloh payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida bu arablarda hamma tarafdan qaloqdi bular. Doim qabilavozlik qilib urushatdi. Ayollarga miras vermekte, ayollarni mirasın önünde qo'llanatdi. Qizlarni aileni qo'g'dayanmaydi deb ko'p qabilalar qiz tug'ilgan bolani 6 yoshga kelgan vaqtida apirib kun batadi, tirik turg'izib kun batadi. Ojizlarni shu kuchliklar buzoq qiladi. Adolat deydigan narsa yo'q derdi. Shunda bir zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyning ruhi bilan ularni shunda tarbiyaladiki, ular dunyoning ustoziga aylanib ketdi. Ular ibodatlar bilan emas, axloq bilan. Masalan, bizning ajdodlarimizni Sutuq Bug'roxonni qoyil qilganlarmi? Shu musulmonlarning go'zal axloqi, da'vat emas. Shu Malayziya, Filippin, Tayland, Indoneziya aşağıdaki musulmonlarni qoyil qilganlarmi? Shu Yamanlik musulmonlar, tijoratchi musulmonlar. Shu muomalasidan ta'sirlanib iman etgan gapimdi. Endi hozirgi zamonda bizning musulmonlarning axloqidan ta'sirlanib iman etgan odam chiqmaydi deb o'ylayman. Axloqidan ta'sirlanib iman etgan odam chiqmaydi. Faqat Qur'on Karimning mo'jizasi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning go'zal axloqi, sahobalarning shu yaxshi shu o'lgilari bilan shuni o'qib, shuning ta'sirini musulmon bo'lgan odamni aytib bakchi. Shu Yaponiya, Yevropa davlatlari, Avstraliya, Amerika aşağıda kim muydu musulmon bo'lganlar, musulmon bo'lgan xristianlarniki nimasini tekshirsa, chiqsa Qur'on Karimning mo'jizasidan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu hayotidan ta'sirlangan, sahobalarning fidokorligidan ta'sirlangan. Hamda hozir musulmonlardan bikim ta'sirlangan ahvoli yo'q endi. Hozir musulmonlarni ko'rib iymondan yenib ketmasa, yaxshi hamda shular. Ayda bir ahvolga tushib qolamiz. Ya'ni axloq dinimizningki yadrosi ve dinimizdeki gayesi turukluq axloqiy jihatda biz asosan yo'q endi. Ko'p sonli musulmonlar bu axloqda yo'q. Endi biz qachon shu axloqimizni har tarafdan to'liqlab Alloh taolaning yordamiga loyiq bo'lgan vaqtida Alloh taolaning cho'qim bizga yordam qilganligida hech qanday shak yo'q. Chunki Musa alayhissalom shu Fir'avndan qutqizib qavmni Tur Sina tarafga elib ketib qolgan vaqtida bu qavm intayin buzuq eski bir qavm edi. Payg'ambarga shunchalik yomon muomala qilgan bir qavmda yo'lda ketib berib, shu bizga shu boshqalarning ilohlarida iloh tiklab bergan, biz shunga ibodat qilmaymiz deb shunda deb turib olgan. Undan keyin Musa aleyhisselam'daki aksi Harun aleyhisselam vafot olup gelse Musa peygamberlerden tanışıp aşının aksini öldürüp de töhmet kılgan. Boşunda bir naçar kavmda ahlakı bozulgan, hem tarafı bozulgan bir kavm. Şunda bir kavmda imanı var bırak, imanı var ama ahlak aşında bozulgan bir kavmda Allah Teala Tur Sina'da 40 yıl azdırıp etti. 40 yılın içinde Musa Aleyhisselam aşağıda vefat olup gitti. Harun Aleyhisselam vefat olup gitti. 40 yılın içinde şu kavm
aş Musa Aleyhisselam bilan bo'lgan qavm hammasi tugashdi. Onun neslinden bir kavimler çıktı. Neslinden çıkanlar andın Allah'ın nusretiga erişti. Onun nesliden çıkanlarga Yuşa Aleyhisselam'da Allah Teala evetdi. Ularga peygamber kıldı. Şuna ular Beyt-i Mukaddes'e kirdi. 40 yıldan keyin. Şuna ülemalar deydi, bir milletninki oңuşuluş için 40 yıl gidiyordu deydi. 40 yıl yani, 40 yıl en az degende 40 yıl yani. Şunun bilan şu bu millet ya Allah Taala'nınki yardımına layık oldu yoki o halak oldu. Çıkıp 40 yılda ya o taraf ya bu taraf oldu demdi. Bizning Uyg'urlarimizdagi ko'p sonliqqa shu Musa alayhissalomninki qavmi shu To'ri Sinada gangirab qolgandek biz shu gangirab qolgan bir ahvolda hozir. Aynen gangirab qolgan bir ahvol. Bizning ibodatlarimiz bor deymiz, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz deb, ammo o'zimizni Qur'on Karimninki mizoniga selishtirgan vaqtida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarga selishtirgan vaqtida bizni xilvat uzoqda ekanligimizni bilamiz endi. Bu ish ibodat bilan bo'lgan ish emas bu. Bu faqat axloq bilan o'zgarish bilan bo'lgan ish. Sahobalar shunda o'zgargan 180 gradus o'zgargandan keyin shu rehim şefkatsiz, üzünün kızlarını tirik kümbatadigan, ayollarni miras o'rnida mirasga taqtadigan, aşında şu kavm dünyanın ustoziga aylandi-da, dünyanın ustoziga aylandi. Dünya xalqini qoyil qildi. Sahobalarning şu dünyanın nurg'un yerga dinni taqitishni taqab ketgan. Şu sahobalarning ko'plarininki qabrlari Madinada emas, boshqa yer, masalan, Iroq, Suriya, Misr, O'rta Osiyo mesela, Filippin, Tayland deganga o'xshash ashunda yerliga endi taqab ketdi. O'zining go'zal axloqida dinni taqatganida. Endi bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalash degan nima desa, bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalashning maqsad bolalarni kichikidan shariat ilmlari, fan madaniyat va har xil foydali ilmlarni o'rganishga targ'ib qilish orqali ularning fikr doirasini kengaytirish, aqliy jihatdan bo'lgandan doirasini kengaytirib, ularni kelajakda jamiyatga foydali ilmiy, madaniy inson qilib yetishtirish deganligini. Bolalarni kichiklar o'qitish nihoyatda muhim. Bolalarni maktabda, rasmiy maktablarda o'qitish kerak. Balla çokum ayda diplomluk, ali diplomluk buluş gerek. Hazır zamanda Qo'shiqonda dengizdek ilim bo'lsa mu, diploman bo'lmasa, onu işletish imkoniyati sana sahne hazırlanmaydı. Şuna nerede okusun, abdan okusun, çokum diplomluk olsun. Amal o'qish, o'rganish barcha yaxshilikning beshi. Dinimizning eng avvalgi chaqirimi o'qishga buyurishdir. O'qishga buyurgan yani. Çünkü musulmonlar o'qish va o'rganish orqali mustahkamlanadi va to'liqlanadi. Oxiratda jannatni qazanishmi bilim bilan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ma'noda kimki bilim bilish yo'liga kiradi ekan, Allah onun cennetga kirishini o'ng'aylashtirib turibdi deydi. Yani bilim bilish yo'liga kelgan odamning jannatga kirishini Allah o'ng'aylashtirib turibdi deydi. O'qish, o'rganish, ondan olim bo'lish faqat aql bilan bo'ladi. Shunga aqlni bilim bilishning eng asosli quroli deymiz. Aql insondagi eng qimmatli, eng e'tiborli boyliqdir. İnsanlar şu aql bilan o'zining Robbini tanıydı ve onunla öteşki tegishli burçlarını öteydi. Neticede dünya ve ahiretlik saadetlerge erişidi. Şu an aqlni bulgaydigan, aqlni buzadigan ishlardan balını yiroq tutish kerak. Mesela bu magazinlarni elib yeyiladigan, mesela halal haramlıqqa ma'lum emas, haram deb, halal deb yozilgan taqdirda shunga qanday moddalarning qo'shilganligi o ma'lum emas ajna narsalarni bolalarga elib bermaslik kerak. Har qanday narsani aqlga tushundirish kerak. Cho'qim ayda qarash kerak. Chunki bolalarning aqlini buzadigan narsalar ashundaq narsalar. Biz unutib qolmaylik masalan, kichik vaqtida bola bak aqlli, hammamizdan bolalar shunday aqlli. Kichik vaqtda shunday aqlli. Nimishqa bola cho'ng'an sari dötlishib qoldi. Buning sababi aşı kichik vaqtda Allah Taala bizga ato qilgan shu gavharni, aşı gavhar shaklida saqlayolmaganligimizdan, ashuni bulg'ayotganligimizdan uning aqlini harom halol bilan yoki pokiz emas narsalar bilan yoki aqlni bulg'aydigan narsalar bilan ashuni bulg'ayotganligimiz uchun aşı gavharni Allah Taala bizga ato qilgan bu saqlayolmaganligimiz uchun shu bolalar bag'an sirda o'tlishib qoldi. Kichik bolalar aqlli, cho'ng bolalar anda aqlli emas. Nimishqa?
Aşınıqdır deydi. Endi balalarni jismoniy jihatdan tarbiyalash. Balalarni jismoniy jihatdan tarbiyalashdan maqsad balalar kichigidan yemak ichmaklarni iste'mol qilishdagi salomatlikni saqlash usullarini, tan saqliqqa foydali bo'lgan har xil tan tarbiya usullarini o'rgatish orqali ularni sog'lom, kuchli, el ishiga yaramli qilib yetishtirish. Ya'ni yemak ichmakninki shu foyda ziyonliq, ya'ni iste'mol qilishning usullarini ashuni hammasini ayda ko'rsiz. Eng yaxshisi biz eng to'g'risini qilsak shu yemak ichmakdimi? Binasini ilg'ashda, harom halolni ilg'ashda biz eng to'g'risini qilsak, bola bizga qarab ashuna qildigan bo'ldi. Oldimizga kelgan hamma narsani yemasdan hamma narsani ilg'ab ayda qilganda bolamada ilg'adigan bo'ldi. Shuninglar u bolalar o'zining jismoniy jihatiga sog'lomlik saqlab qoladi. Balalar balog'at yoshiga yetishi bilan ular har xil o'yin tomoshalarga ko'ngil etishlar orqali bo'shliqni to'ldirishga kirishadi. Bu davr ota-onalarning eng diqqatli bo'lishga tegishli bo'lgan ahamiyatli bir davrdir. Balalarni bu yoshlarda ularning tan saqliqqa foydali bo'lgan faoliyatlar bilan mashg'ul qilmaganda ular jamiyatdagi turli yomon odatlarga o'rganib qolgandan keyin ularni asliga qaytarish tez. Shunga balalarga kitob o'qish faoliyati, kitobxonlarni ziyorat qilish faoliyati, birga duo qilish, shunga o'xshash shu balla o'zi qiziqadigan qiziqtirish bilan ishlarni nurg'un yaxshi faoliyatlar bilan ballani mashg'ul qilgandan keyin u ko'ngildagi shu xushallikni shundan topa olsa, boshqa yomon ishlarga, yomon do'stlarning orqasidan ketishga ular unmaydi hamda. Amunda saqlab qolib bo'ldi. Bu hamda bal tarbiyalash dunyodagi eng qiyin, eng sharafli, eng muhim bir ish hamda. Hamda bu shu yaxshi bal tarbiyalagan odam Alloh taolaning dargohida uningki natijasini albatta ko'rdi. Dish ketmaydi, uni hamma yaxshi bilishlar. Shunga shu bola tarbiyalash ishida bak jiddiy bo'lish, buni hayotimizdagi eng muhim, eng asosli vazifa deb bilishimiz kerakda. Alloh taolo hammamizning farzandlarini Allohga bog'langan, vatanimizni suydigan va o'z-o'ziga xo'ja bo'ladigan, boshqalarga manfaat yetkazadigan, ota-onasini rozi qiladigan va shu jamiyatiga, musulmonlarga, butun insoniyatga manfaatli bo'lgan yaxshi farzandlar qilib bersin. Amin.